Assalomu alaykum Abu Master kanali obunachilari. Oltiariqdagi obyektimiz 30 metrlikdan kirganda mana prezidentskiy bog'cha xususiy ishlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Abu Master gruppasi fasad bitib qoldi inshaalloh. Xudo xolisa ichkarilardi abo'ylari, ranglari qoldi. Bog'cha ochilishga tayyor bo'lyapti. Jannat tariqa yetmasdan chap qo'lda. Gruppamiz ijodda. Ballar mana. Yechinish xonalari mana o'quv darslik xonalari. Sharoit xudo xolisa zo'r. Mana bolalarga sanzurlari tayyor. Hojatxona, dush. Abo'ylarni yopishtirsak, natijli pataloqlar qilindi mana. Sharoitlar zo'r, komfort xudo xolisa. Bizlar ikkinchi etaj mana, podvali bilan 4 etajli. Bolalarni mana yurmoqchi bo'lsalaring, yaqinda qabul boshlanadi. Oltiariq ustalari Abu Master gruppasi ishlarini kuzatib boringlar. Hammalaringga rahmat.